Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan Gallan do'konidagi tank modelimizni birgalikda obzor qilamiz va katta yangiligimizni aytib o'tamiz. Katta yangilik deganda men yangi kelgan mahsulotni tanishtirish maqsadida emas, balki $1200, $1100, $1000 sotilgan bu mahsulotimizni endilikda katta chegirma narxida xarid qilishingiz mumkin degan maqsadda aytdim. Keling endi mahsulotimiz bilan tanishib o'tamiz. Oldi labovoy, korpus himoya qiluvchi dugalar, faralar zamonaviylashtirilgan, tumanka, danlik, bilishni shu faraga sig'dirilgan. Endi qanot haqida gaplashib o'tamiz. Qanot juda ham baquvvat qilib ishlangan. Cherokee balonlar, balon razmeri 120 diametr, 70 diametr. Kalotkasi 7 li kalotka, baquvvat kalotka bilan ta'minlangan. Keling endi ichki qismiga o'tamiz. Tablodan boshlaymiz. Tablo, planshet tablo boshqarsa bo'ladi. Kilometrlar o'chirib yoqib, A, B kilometr bor. Benzin quyganda B ni yoqasiz, o'chirasiz. Necha kilometr yurganini A dan ko'rsangiz bemalol bo'ladi. Xo'p, tabloda tezligimiz 50 kilometr, lekin 180 mashina tezligida bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Perchatka taqish shart emas, chunki havoni himoya qilish uchun dugalar qo'yilgan. Bluetooth kalonkamiz mavjud. Danli, bilishni hamma yog'imiz mavjud. Avarinka bor, signalimiz bor. Komfortlik yaratish maqsadida suv quyish uchun alohida bachoylarimiz qo'yilgan. Bag'da telefon qo'yish uchun bor. Bag'da misol kalitni qulflab ochish, pultda ham yoqib, o'chirib, qulflash mumkin. Kalit tiqishda ham blokirovka bor, ochiligini bor. Telefon zaryad qilish uchun USB mavjud. Do'kondan bozorli qilganda osilib turmasligi uchun menga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Benzin bakiga keladigan bo'lsak, benzin baki 7 litr benzin oladi. 100 kilometrga rasxodni 3 litr, 4 litr rasxod qiladi. Motori 150 kuba bo'lib, 100 tezlikgacha bemalol chiqa oladi. Baquvvat qilib, yaxshi polik qilingan va bundan tashqari sedinantayda katta joyimiz mavjud. Benzin baki ham shu yerda. Bundan tashqari sovg'a sifatida yomg'irdan himoya qiluvchi jilet, kulich nabor qo'shib beriladi. Arqa tomonimizda ham kuz himoya qiluvchi dugalarimiz mavjud. Arqamizda qutichamiz ham mavjud. Bu yerda ham sovg'alarimiz bor. Bakovoy oyna, kulich nabor yana. O'zini dokumenti. Bu skuterni himoya qiluvchi jilet. Dastavkada ishlagan akalarimiz shu kuchani olib tashlab bemalol dastavkani qo'yib ishlasangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari gulshitrimiz ham chiroyli dizaynda ishlangan. Amazzatorimiz yumshoq amazzatorlar qo'yilgan. Balonimiz 120-70 li Cherokee balon bo'lib, uncha yo'llarni bemalol bosib o'tsangiz bo'ladi. Ikkita tirgagich qo'yilgan. Birinchisi bu, ikkinchisi mana bu. Ikki kishi harakatlanganda ikkinchi odamning oyog'ini qo'yish uchun mana shunaqa narsalar ham qo'yilgan. Eng muhimi zamonaviy dizaynga ega qilib ishlangan. Gallanga kelib bemalol arzon va sifatli narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Gallan do'konlarida har xil assortimentga ega mahsulotlarimiz mavjud. Mahsulotlarni xarid qilish uchun Gallan do'konlariga tashrif buyuring. Dastavka qilish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.